Ayni vaqtda biz Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining dukkakli va moyli ekinlar seleksiyasi laboratoriyasi tajriba maydonida turibmiz. Tajriba maydonida no'xat, yasmiq, fasol, zig'ir, moyli ekinlardan kunjut, mosh kabi ekinlarni ekib, o'sha chetdan kelgan navbat tizmalarni ekib o'rganilmoqda. Mana birinchi tajriba maydonimiz o'sha shu no'xatning raqobat ko'chatzori, ikkinchisi nazorat, uchinchisi seleksiya, to'rtinchisi shu kolleksiya ko'chatzori hisoblanadi. Raqobat, nazorat, seleksiya ko'chatzor maydonimizda bu yerda 50 dan ortiq navbat tizmalar chetdan olib kelib, o'zimizning iqlim sharoitiga o'sha quruqchilik, issiqlik, sho'rlanishga chidamli navbat tizmalar ekib o'rganib tahlil qilinmoqda. Olib kelingan navbat tizmalarni o'zimizning mahalliy navlar bilan chatishtirish orqali respublikamizning sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash, ya'ni o'sha oqsilga boy mahsulotlar bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bu ko'rib turibsiz, mana raqobat ko'chatzorimizda mana dukkaklash fazasida turibdi. Hozirgi kunda bu navbat tizmalar chetdan olib kelinib, o'zimizning iqlim sharoitiga moslashtirilib o'stirilmoqda. Zig'ir ekini ekilgan davlat tajriba maydonida turibmiz. Bu yerda xorijdan keltirilgan 25 dan ortiq navbat tizmalar ekib o'rganilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad biz janubiy mintaqaga mos navbat tizmalarini tanlab olish va aholini sifatli yog' bilan ta'minlash maqsad qilganmiz.